Assalomu alaykum. Bugun Farg'onadagi Olimpiya jimiga keldik. Ushbu zalning asoschisi, rahbari Ulug'bek akamlar ko'plab atletlarga ustozlik qilganlar va hozirgi kunda ham hikoyatlar. Assalomu alaykum Ulug'bek aka, yaxshimisiz? Yaxshi keldinglar. Alhamdulillah. Ulug'bek aka, bugun ko'plab savollar yig'ib kelganmiz. Eng avvalambor professional sportchi sifatida nega aynan Sport Leader kompaniyasini tanlagansiz? Endi ko'pchilikda masalan borib har bitta joyda masalan trenajyorlarni ko'rdim, ularda ishlash jarayoni, biomexanikasi. Endi sizlar bilan men eskidan 20 yildan beri ishlayman-da. Masalan, akalar iltimos qilishadi, shunaqa kerakli narsani kimdan olsak bo'ladi. Borib olib berib ishlab shunga amin bo'ldimki, ishlash jarayoni yaxshi, buzilmaydi, pishiq, puxta. O'shanga bir hammasiga solishtirib narxlari ham, sifati ham o'ziga yarasha. Ulug'bek aka, yana bitta narsa, Olimpiya jimi ochilganiga ham 2 yil atrofida bo'lgan bo'lsa, trenajyorlarimiz qanaqa ishlashi, servis xizmatlarimiz qanaqa baholab bergan bo'lardingiz? Bu Olimpiya zalida hozir ochilganiga bir 4 yilcha bo'lyapti. Lekin trenajyorlarni 2 yil bo'ldi olib kelganimizga hali birorta bir tirq degan joyi yo'q. Nimaga? Tanlashda ko'p trenajyorlar bilan, ko'p firmalar bilan taqqoslashtirib olinganda bu. Endi orada 2 marta kelib bir qator nima bo'lyapti, qana bo'lyapti, bir simlarini, bir hamma yo'qlarini qarab ketishyapti. Baraka topinglar. Kelib tekshirib, kamchiliklardan xabardor bo'lib turganlaringga rahmat. Ulug'bek aka, yana bitta savol, mana professional atletsiz, hozir mana fitness industriyaga rivojlanyapti. Shu boisdan ko'pchilik yana yangi zallar ochilyapti. Shu ochmoqchi bo'lgan odamlarga bizani kompaniyani tavsiya bergan bo'larmidingiz? Albatta tavsiya bergan bo'lardi. Ko'pchiligiga ham beryapman. Mana masalan Farg'onada zalda, Anjondagi ham tavsiya qilganman. Ular ham qo'yishdi. Mana Farg'onadagi tavsiya qildim, uni ham qo'yishdi. Ular ham masalan olayotgan odamlar ham bor vaqt tavsiyangga qarab ham olishavermaydi, lekin solishtirishadi. Solishtirib, haqiqatda yaxshi narsa tavsiya qilganimizni bilib turib olish qo'yishyapti. Xudo xolasa yanada yangi zallar ochib, yana 2 ta zal qilmoqchimiz. Yana sizlarga обращаться qilib, sizlardan olamiz. Inshaalloh, hamkorligimiz uzoq vaqt davom etsin. Sizga rahmat kattakon qabul qilganingiz uchun, samimiy fikrlar uchun.